Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. 2026-yilni eksklyuziv yangiliklardan sizlarni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Xizmamizni ko'rinishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu yoqda plashayotganmiz. Sarkazlarga ham e'tibor berasizlar. Bu joyda bitta arka bo'lgan. Aylantirib o'tib monolitga ulab qo'yilgan. Aylana ko'rinishlariga ham baho berib o'tasizlar. Video avvalida ishimiz rivoji uchun qiziqqanlar bitta like va komment yozib ketishingizni iltimos qilamiz do'stlar. Bu esa pastdan ko'rinishi. Obzinamiz razmerlari bilan tanishtirib o'tamiz. Joyimiz balandligi 2.65, 15,5 cm dan balandligi tushgan. Oyoq qo'yadiganlari 30 cm dan. Obzinamizni kengligini topganga priz bor. Challenge o'tkazib qo'yaylik video davomida. Tagida esa bitta arka qo'yib olganmiz bir dona. Joyimiz общий yaxlit ko'rinishi. Bitta qo'yish jarayoniga tayyorgarlik bo'lyapti. Ko'rib baho berib, o'sha gap hammaga shunaqangi chiroyli uylarni qilish nasib qilsin. Bizni shayt erasizlar. Ofitsial telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Maslahatlar bepul. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Do'stlar, mana bizning beton quyish jarayonini ham yakunlab oldik. Mana tepadan ko'rinishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Hammaga omad. O'sha gap qilgan ishlarimiz manzur bo'lsa, bitta like va komment orqali qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Xizmatlar bo'lsa ofitsial telefon raqamlarimiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.